operatsiyaga yurilish jarayonidamiz. Ya'ni bizda bo'lgan artroskopiyasini kuzatib borasizlar. Hozir xarakterimiz hospital, ya'ni больницасida. Assalomu alaykum. Mana bugungi operatsiyamiz, ikkinchi operatsiyamiz tizza bo'g'imidan, ya'ni tizza bo'g'imi artroskopiyasi, qo'shma bo'ylamining uzilishi. Hozir bunda rekonstruksiya operatsiyasi, ya'ni qo'shma bo'lamni tiklash operatsiyasi o'tkaziladi. Jarayonni kuzatib boring. Bu operatsiyani kuzatib boring. Hozir birgalikda bu operatsiyani amalga oshiramiz. Bu operatsiya ko'pincha travmalar natijasida kelib chiqadi. Ya'ni uzilib, tizza bo'g'imida nostabillik yuzaga keladi. Bularni asosan rekonstruksiya qilish orqali to'g'rilash imkoni bo'ladi. Hozir bizlar Sarankilis hospitaldamiz. Sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga murojaat qilinglar. Sizlarga to'liq bu kasallik, bu jarohat to'g'risida batafsil ma'lumot berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatib boring.